Assalomu alaykum. Hozirda biz piyoz ekin maydonidamiz. Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Xorazm viloyati Xiva tuman Chanash mufida 284, 285, 286, 287 konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan, maydonning umumiy hajmi 10,7 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 60 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 57 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,2 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Chanashik Ollabergan Mashrib Abdulla MCH korporativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 36 tonna, umumiy gektardan jami 380 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish niyatidamiz.